turishimiz yaxshi emas. Nimadan cho'chiysiz? Men juvon bo'lsam, baribir yaxshi ish qilmayapmiz. endi kech. Bu nima deganingiz? Men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Bilaman, siz ham menga befarqmassiz. Buni ko'zlaringiz aytib turibdi. Siz ham meni deysiz. Bu yerda nima qilyapsan? Ha? Men ko'ylagimni dazmollatishga beruvdim. Rahmat, kelin. Telefonimni ko'rib berasanmi demoqchi edim, o'g'lim. Mayli, bering. Mana. Hech tushunib bo'lmayapti-da buni, o'g'lim. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ra'no, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshi ishlab yuribsizmi? Rahmat, yaxshi. Bugun tushimga kirsam. Sen ham sog'indingmi deyman, ha? Ha, Ra'no, bugun maoshlarimni oldim. Uyga qaytmoqchiman. Qaytmoqchiman? Ha? Nima, sog'inmadingmi? Yana 1-2 oy ishlab qaytsangiz ham bo'lardi. Qo'ysangchi, Ra'no, qaytaman. Seni sog'indim. Menga qolsa, ertagayoq yo'lga chiqing dirdim. Ammo kecha Oyjon bilan dadajonning suhbatlarini eshitib qoldim. Dadajon Sarvarjon yana 3-4 oy ishlab qaytsa dedilar. Uylani, og'irlani yog'ochiga qur tushibdi, shuni ta'mirlab olamizmi deb aytuvdilar. Boyoqishlar bu gapni mendan o'tib sizga aytisha olmayapti. Shunaqa deyishyaptimi? Ha. 2-3 oy o'tmay qolarmidi? Shunchasiga chidadim. Bu yog'iga ham ozroq kutsam kutibman-da. Mayli, sen xafa bo'lmasang bo'ldi. Unda yana ozroq ishlayman. Ammo seni juda sog'indim, Ra'no.